Chiqib bir yoqda gapirib ko'rsin. Biz u borib mana Qirg'izistonda ham gapiryapmiz. O Rossiyada ham Lyuboy joyda gapiryapmiz. Kecha borib ham gapirganman. O'rtaga chiqib ham gapirganman, Lyuboy joyda gapirganman. Bundan keyin ham gapiraman men. To'xta. Xudo xolasa. So'kimajingmi? Xudo xolasa. Bularga o'xshab biz isqirtmasmizda. Bizda odamgarchilik bor. Bularda bir anaqa ham yo'q. Kecha Tojikistonlik bola bordi, yotganda tizza qo'yib boshini yorib yordi, poyezd olib ketdi qirg'iz. Biz o'zbeklarning vaqtini tugatib qo'yibdi. Yaxshi ham ajitda sal baqir-chaqir qilib turdik, berdi. Ikkitasi yutib oldi yaxshi. Aytyapman-ku men bo'yda ham yutdim. Asha mingta qirg'iz tashagan bo'lsa, hamma qirg'izni yutdim. Rahmat katta. Rahmat. Bularning bu Qirg'izistonda musobaqaga men bormasdim. Mana hozir ham aytaman, bundan keyin ham aytaman. Bu Qirg'izda musobaqalarga bormasman. Bular telefon qilib yalinishadi-da. O'zbeklar ko'p o'shda, Qorasuvda o'zbeklar ko'p, "Ke, mana shu turishib ber, odam ko'p kiradi, tudasuda bormayman" desam, men javob, "Erta hech qanaqa g'alaba bo'lmaydi, boshqa bo'lmaydi" dedi. Ko'tiga ham javob berisha olmadi, ko'tiga hech qaysinisi. Jalab shuncha odam tashayapti, bittasi kelib gapira olmayapti. Bular isqirtlar o'zini prezidentini qamagan. Bular odam bo'lmaydi. Milisalarni bir tingi ilmayapti xalqi. Bor, shunaqa ham xalqi bilan tupoy. Miyasi o'smagan, 9-yilda qolib ketgan bularning miyasi, molga o'xshaydi jalab. Shuncha o'zbek bordi, o'zbeklarning oldida bir tiyin bo'ldi, o'zlarining hurmatini ular to'kdi. O'zlari bilan o'zlari urushadimi bir bolalar bo'ldi. Rahmat katta, rahmat. Da yutdik biz. Gap yo'q, rahmat katta. Isqirtlar. Studiyasi bor ekan, o'zicha qovoni yutib olgan Musurga o'xshaydilar. Studiyani topaman men, xudo xolasa, bu isqirtni. So'kinma. Studiyani topaman, o'zicha bayroqlar g'itib, kim u isqirt? Musur biladi. Kim u bayrog'imizni g'itadi, qon boshqa qiladi qon. Erta ham o'ziga aytdim, og'ziga qarab gapirdi, ham yo'qini konkret. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Biz xaribmizmi bularga? Shuncha ishlardan keyin shortigini ushlab tortadimi? Shorti setgan ixvata deb gapiradi. Bali o'chib bo'lsa shortigini